Bugungi kunda bemorlarimiz ichida eng ko'p shikoyat bilan kelayotgan shikoyatlarimiz bu bolalarni yig'lab qotib qolishi. Ya'ni meditsina tilida aytganda affektivniy respiratorniy paroksizmi. Bunday bolachalarimiz odatda injiq, tajang, yig'laganda, nafas olib chiqarganda diafragmada spazmda hisobida qayta nafas olish to'xtaydida bola 30-60 sekund davomida yig'lab qotib qoladi. Ba'zida bunaqangi bolalarda ko'karish yoki aksincha oqarib ketish bo'ladi. Onalar juda ham katta vahimaga tushadi, atrofdagilar juda katta vahimaga tushishini hisobiga bola 5 minut, 10 minut nafas olmadi, hushidan ketdi deb kelishadi. Aslida esa bu 30-60 sekund davomida davom etadi va bu holatda qanday choralar ko'rish kerak? Keling shu haqida gaplashamiz. Bunday holatda qanday choralar ko'rishimiz kerak? Birinchi o'rinda ota-ona vahimaga tushmasligi kerak. Chunki ota-onaning vahimasi bolani yana ham battarroq qo'rqitadi. Bolani albatta quchoqlab, bag'ringizga olib, og'zidan deb nafas berasiz. Shu nafas berganingizda bola albatta deb o'ziga keladi. Aslo bu holatda qo'lingizni og'ziga solmang, chunki ko'pchilik tili ketib qolyapti deb vahima qiladi. Bag'ringizga bosib, suv chachratish mumkin. Orqalarini silab, o'ziga kelgandan keyin bola albatta lanjlanadi, biroz uxlab oladi va birinchi yordam ko'rsatadigan oldida albatta onasi bu holatga tayyor turishi kerak. Onajonlar, bolangizda bunday holat bo'ldimi, albatta nevropatolog nazoratidan o'tishingiz kerak. Bu holat talvasa holati emas, lekin baribir bunday bolalarimiz davolash muolajalariga muhtoj hisoblanadi. Bu kasallikni, bu holatni kelib chiqishi aniq bo'lmasa-da, ko'p bolalarda biz kuzatamiz dismetabolik sindrom. Ya'ni bolada vitamin, mineral, oqsil, yog' almashinuvi buzilgan bolajonlarimizda juda ham ko'p uchraydi. Va buni isterik holati ham bor. Bola agar shu narsada o'zini aytganini qilib, o'zini aytganiga erisha olsa, bu holatni o'ziga odat qilib oladigan holatlari ham bo'ladi. Shuning uchun albatta nevropatolog nazoratidan o'ting. Bizning Farm Standard Lux xususiy shifoxonamizga murojaat qiling va biz albatta sizga yordam beramiz.